Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana bugun hammani muhokamasida bo'lgan 15 va 17 ot kuchli motobloglarga yasalgan chizilimizni to'liq obzori, ko'p videolar qo'ydik. Buni ishlash jarayonini ham ko'raylik. Biz ishlatalmasligimiz mumkin yoki qanday ishlatadi, bu motoblog tortaladimi degan savollar juda ko'p bo'ldi bizda. Shuning uchun biz mana o'zimiz kelib mana 50 sotik qulpini oydi. Xudo xolasa mana shu 17 ot kuchli motoblog bilan kultivasiya qilib beramiz va ishlash jarayoni, motoblogga nagruska keladimi, yo'qmi, qanday ishlaydi, haydayotgan odam shopirga nagruska bormi, yo'qligini batafsil ko'rib chiqamiz. Ko'rishlaring mumkin. Oldimizda 17 ot kuchli Tiger motoblogi va 15 va 17 ot kuchli motobloglari uchun moslangan chizilimiz turibdi. Bu chizilimiz razmerlarga o'ynaydi. 60 va 70 ga bemalol ligirovka qilib ishlatsangiz bo'ladi. Va buni yana bir afzalligi, ko'p motobloglarda palisi bittalik bo'ladi, o'shaning uchun sentri yo'q, qochib ketyapti deyshadi. Biz o'shaning uchun ham 3 talik palisdan foydalanamiz. Motoblog hech qayerga tortmaydi, tortganda. Oldiga botib ketmasligi va boshqarish oson bo'lishi uchun balonlar qo'yilgan. Balonlarimiz ham 60 va 70 ga ligirovka bo'ladi. Arkada esa qalin 70 agatga moslangan qaldirg'ochimiz, stoykalarimiz va eng e'tiborlisi o'rtaga ham tashab ketilgan. Bu nima uchun bu tashab ketilgan? Bunga qanday stoyka qo'yiladi deganlar uchun, bu kartoshka kovlash jarayonida yana ham osonlik bo'lishi uchun kartoshka kapatilni qo'yib bemalol haydasalaring bo'ladi degan maqsadda qo'yib ketilgan. Hozir bu chizilimizni va motoblogimizni ishlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz. Motoblogimiz yurdi. Endi buni ishlashni ko'ramiz. Qiynalmasdan bemalol tortib ketaveradi. Buni orqasida turgan shopir ham bemalol qiynalmasdan boshqaradi. Hattoki agar oldiga yuk yuradigan bo'lsalaring, bundan ham effektiv ko'proq bo'ladi.
ishlatishga bo'lmadi. Ko'pchilik ishlatilmaganligi uchun mana o'zim bugun buni ishlatib ko'rsatib berdim. Eng e'tiborlisi bunga mana ishlatilgan turbalar egilib ketmaydimi, profillar yupqa basmi degan savol ham juda ko'p kelib tushdi. Ko'rishlaringizni e'tibor beringlar bunga. Stenkalari o'ta yuqori bo'lgan profillardan bizda foydalaniladi. Hech qanday yupqa profil egilib ketdi, bukilib ketdi degan gap bo'lmaydi hech qachon. Kimga xuddi shu turdagi chizillar kerak bo'lsa, ekranda nomerlar qoldiramiz. Like, podpiska bosib qo'yganlarga обязательно chegirmalarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishlaring mumkin. O'zbekistonda 12 ta viloyatiga yetkazib beramiz. Omadlaringiz bersin.